Ama o'zimda ham nechtasi kuzatiladi. O'zlari bemalol tug'ishadi, xavfli emas. Siznikini bitta muammo tarafi u shaykayni yaqiniga kelib qolgan. Hozir bola tug'ruq jarayonida qon ketib qolishi mumkin. Shuning uchun xavfliroq paytni kesirib taklif qilishgan. Lekin buni olib tashlashni iloji bo'lsa kerak menimcha, chunki intramural o'sganda, go'shingiz ichida o'sgan bu. Tashqariga qarab o'sganda 100% olib tashlasa bo'lardi. Lekin matkani go'shini orasida turibdi. Olish qiyin masala. Agar buni oladigan bo'lsa-chi, chuqurroq o'yib olishiga to'g'ri keladi matkani. Keyin o'sha joyi defekt bo'lib qoladi. Siz yana qilaman deysiz hali. O'sha endi operatsiya paytida ko'riladi-yu, lekin hozir men ko'rib turgan kartinaga qaraganda buni olish qiyin masala. Agar buni oladigan bo'lsa, matkangizda defekt chuqur bo'lib qoladi kesirvadan tashqari. Baribir menimcha yana tug'asiz.